Qirsillamadi-yu. Ne bu qirsiladi. Buni chiqar. O'lib qolmaysiz ishqilib? O'lib qolaman. O'tib qolaman. Qol, hamayli. Hammaga salom o'rtoqlar. Bu videoda biza, o'zim kanalimdagi nima qilyapti bu? Va aytgancha bu videoda yangi challenge va bu challenge nomi qancha pastroq tovush chiqarib ishni bajara olsang yutasan challenge. Qancha pastroq ishni bajarish. Va endi masalaga qisqacha qoidadan tushuntirib o'taman. Biza odatda qiladigan barcha ishlarimizni qanaqa ovoz chiqargan holda qilishimizni bilmas ekanmiz. Va shuning uchun ham biza endi mana shu fakt ustiga challenge qurdik. Ya'ni kim pastroq mana shu kundalik holdagi ishlarni qila olsa, o'sha yutadi. Va qani ko'ramiz, bizda qanaqa natija bo'lar ekan. Shu uchun video oxirigacha ko'ring. O'rtoqlar, hammaga salom. Bugun yangi YouTube video chiqishi uchun soat mana ko'rishingiz mumkin. 4:30 ertalab va biz shu paytgacha ham hozir yangi YouTube videoni montajlayapmiz. Va lekin men bir haftada 3-4 ta video chiqarayotgan paytim mana haligacha mana shu yerda turgan statistikani ko'rasizlar, 70% dan ko'p odam obuna bo'lmasa kuzatyapti. Mana do'lar sizlarga yo'qotdiki, ko'rasizlar. Iltimos, agar siz mana videomni kuzatayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib kuzating. Chunki siz obunangiz menga motivatsiya beradi va men qancha ko'p obunachim bo'lsa, shuncha yanada ko'proq va yanada sifatliroq video chiqara olaman. Shuning uchun iltimos, hozir obuna bo'linglar, chunki bu menga juda ham muhim. Davlat o'rnashgan kasbata boshlashimiz va endi bo'lsam bu challenge boshlandi. Lekin rostdan buni bo'ling. Chunki bu narsa rostdan menga muhim. No, xabar, va endi bo'lmasam davlat boshlaymiz. Va birinchi bo'lib tetiklash olish uchun bijilliq suv ichamiz. Gazlik suv. Ha, bizga hech kim reklama bermagan, shuning uchun ham bu bijilliq suv. Va aytgancha o'rtoqlar, biz bu ovoz balandligini, qanaqadir apparatda sotamoqchi edik, lekin bundan ro'qarda telefonni tekshirsa bo'ladi. Chunki iPhone bu mikrofonni, uncha mikrofonlardan zo'rligini hamma bilsa kerak. Va biz ovoz balandligini esa baf ko'ramiz. Mana shu programmada tekshirib ko'ramiz. Va mana o'sha bijilliq suv, menda jo'ra yozilgan ekan. Bila bijilliq suv va jo'ra. Podruga. Papris. Podrugalar. Qamayli, endi bo'lsam buni qancha past ovoz chiqargan holda otish kerak. Va dayt birinchi o'zim boshlab beraman. Ketdi. Va qamayli, endi men pastroq ovozda mana shu bijilliq suvni ochish harakat qilaman. Sochim gapirib qo'ydim. Bu gapirmaslik kerak ekan. Bo'ldi, gapirmasdan 1 2 3. 86 mana. Mana bu yerda max knopkasi bor. Va men mana shu yerda maxni 86 ni urdim. Qamayli, menimcha bu normal bo'lishi ham mumkin va endi xuddi shu ishni Zafar aka qilib ko'radilar va Zafar aka qancha ovoz balandligida qilishini ko'ramiz. Let's go. Slotga o'zi 97 ga chiqdi. Zafar aka 97 gacha chiqdilar. Va endi esa navbat Maqsudjonga. 150 chiqsa kerak o'zi meniki. Sizga 83, menga 86 edi, ha? 87. Menga 87 mi даже? Wow, stop! Demak, birinchisi Maqsud yutdi. Aziz. Bu bilasizmi, bu shu sirli qildi qoldi. Nimaga? Sekin ochib boshda pisildabdi-da. Chiqardi. Mana shunaqa qilmoqchi edim, lekin menga bo'lib ketib qoldi-da. Qamayli o'rtoqlar, demak biz hozir birinchi narsani o'zdan bo'lib oldik. Shu turroq bo'lish kerak-ku. Va endi bo'lmasam, narsachi bo'lgandan keyin san nimadir qilib yegish keladi. Va endi eng shu ko'p ovoz chiqarib yeydigan narsa nima? Menimcha chips. Va endi o'shani ham ko'ramiz. Ovoz chiqarmagan holda. Va aytgancha o'rtoqlar, bu challenge'imizda Zafar aka bitturing. Pang! Yey! Maqsud. Va men qatnashaman. Va endi bo'lmasam chipslarni yeb ko'ramiz. Va Zafar aka sizga Yashilni bering. Yashil faqat noyob odamlar uchun. Va xabar, bo'lmasa endi bu chipslarni pastroq ovoz chiqargan holda ochishimiz kerak. O'ylashim uchun mana shu eng qiyinrog'i bo'ladi. Hali ochish ham kerakmi? Yeyish kerak emasmi? Ochib yeyish kerak. Ham ochiq ham yeyish kerak. Ochish alohida, yeyish alohida. Mayli. Xabar, endi buni o'zini ham o'zim boshlab beraman va birinchi o'rda aytib, ochishni o'zi oldida tekshirib ko'ramiz. Undan keyin yeyishni. Ketdi. Gapirmay turgan paytingizda bosaman. Bo'ldi, ochdim. 69. 69. Endi 69 yaxshi hisob. Mana endi ko'ramiz. Zafar aka nechi ovoz balandlikda bu ishni bajara olar ekanlar. Ketdi. Qani bunday hozir biz boshlaymiz. Ro'g'al ovoz chiqmasdan qirqilmoqda. Qonunni. Hadi ketdi bosdim.
Men maksimum harakat qildim, bilmadim. Shavol o'zida 44 ga ketdi, keyin 80. 84 o'rtoqlar va ana endi esa Maqsud Shustriy navbati. Bilsanglar o'rtoqlar Maqsud gapirmayapti-yu, lekin mana shu bashara ortida juda Shustriy va ichidan pishgan odam turibdi. Hozir men yutaman o'zi buni ustida, chunki birinchisida ham yutdim-da. Birinchi yutgandan keyin siz tushingni belgilab bering-ku. Agar Maqsud hozir ham yutsa, bilmadim. Keyingisida men 3-chi bo'lib o'chaman, bilmadim. Oxirgi bo'lib, Oxirgi bo'lib. Nu hammaylar hozir men o'zim chipsimni ochaman. Agar yutmasam sochimni kalga olaman derdim, lekin unaqa emas. No, aytgancha Maqsud sochini kalga olishini xohlasanglar, agarda like bosib qo'yinglar. Давайте. Va ana endi давайте, Maqsud och. Voy bola! Aksirorda ham. Billah, Qizdimmi shunda? nima bo'lishi mumkin ekan? Kecha. Yuzda oshdi. Voy. Men hammaylar demak Maqsud bu chirishni yutdi, tamam. Nima, yo'q, ashi unaqa emas. Hammaylar ana endi bu chipslarni biz qancha sekin yeyishimiz ko'ramiz. Chunki chips yeyilganda o't ovoz chiqarish bo'yicha eng birlaridan biri. Qarsh. Hop, yeyotganda e'tibor qaratishimiz kerak, mana sen bittasini yeyish kerak mana. Yarimtasi son, sen bittasini. Butun. Bo'ldimi? Tayyormisiz? 1, 2, 3. Bam! 56. 56. O'zi 52 bo'ldi, bitta. Digit bilan 56. nafasim bor urdi-da. Ne hammaylar to'la. Hey, yapolamiz va ana endi xuddi shu zafarga qilib ko'ramiz. Yo'q, men emas, Maqsud, men oxiri bo'lib ko'rmoqchiman. Bo'pti, давайте, Maqsud. Da, mana men oldim o'zimga. Men hozir просто chaynamasdan yutib olishga harakat qilaman. Amal, bosdim. Bo'ldi. 68. Sizga 56 bo'ldimi? Ne shunaqa. Va ana endi o'zim Zafar aka ham yeb ko'radi. Bo'ladimi? O'zingga o'xshagan. Va ana endi Zafar aka yeb ko'radilar hozir. Mas olmaydi. Bo'ldi, yevering. Bitta ko'p qoldi. Sinishga yaqin olib keldi oldimga. Va Zafar aka 76 ni urdilar. Menimcha Zavariki past urishga emas, baland turishga harakat qiladi. Bo'ldi. Endi bu safar men qanaqa mikrofon ushlashni bilmayman. Yo, men joyga yaqin ushlaymadim. Yaqin ushladingiz, biroq boshida ushladingiz. Men momunda ushladim. Ana shuni aytaysiz, bunday qo'yingsiz. Haqiqatdanmi? No, hammaylar ana endi bo'lmasam, no, ertalab turdik, narsa ichdik, narsa yedik va ana nima qilish mumkin? Va ana endi ko'ramiz, moshlarning eshigini kim sekinroq yopar ekan? Chunki bilsanglar, moshnasi bor odamlarga bu yurak og'rig'i. Va ana endi bo'lmasam o'rtoqlar biz moshinaga keldik. Va endi bo'lsa boshqa moshina ocha olamiz va endi eshigini ochamiz. Bu ana endi eng muhim joy. Ya'ni buni qanaqa baland ovozda qaytib yopish mumkin? Masalan, bir xilli qattiq qilib qo'yish mumkin. Bir xil sekingina ana qilib yopib qo'yishi mumkin. Va endi ko'ramiz kim bu ishni pastroq bajara oladi. Men birinchi ro'yxatdan o'zim boshlab beraman. Va endi bo'lmasam birinchi o'zim bu ishni qilib ko'raman. Hop, boshqa eshikni ocha olamiz. Va endi yopib qo'yayotgandan 1, 2, 3. Italing kelib qoldi. Biz bo'lib ketib qoldik. 1, 2, 3. Bilayo, eshik yopilmadi boshqatdan. Tamam. 1, 2, 3. 88. 88 da to'p. Ha, chunki men uni o'tib qoldim. Va bu yaxshimi, o'ylagan ancha yaxshi. Va hammaylar ana endi bo'lmasam kim? Men. Zafar aka qilib ko'radilar. Tashlab. Qanday ushlasan? Azim keyin xona yopsin. Ichkarida o'tirib tursangiz. Ketdim. Bitta boshqatdan yopilmadi. 88 bo'ldi, yopilmasa. Bu ham yopilmadi. Nima? Voy. Necha? 89 voy. Manda chiqdi. 88. Bittagina ko'p bo'ldi. Va hammaylar endi bo'lmasam navbat Maqsudga. Va men kallani ishlatgan holda ichkaridan yopaman eshikni. O'ylayaptiki bu nimadir o'zgartiradi deb o'ylabdi, hamma. Lekin biz hali mikrofonda ishlab turibmiz. Va hozir ichkaridan yopsam, shunda aniq yutaman-da, chunki past bo'ladi ichkarida. Sizga pas eshitilishi mumkin. Bu yerda tak ovoz bir xil bo'ladi. Ha, bля, seriozmi? Bu hozir ichkarida bo'lsa ovoz pastda eshitiladi deb o'ylabdi. Jinni faqat senga eshitiladi. Как будто ovoz o'zgaradi hozir. Hammaylar aytamiz, ko'ramiz. Va endi bo'lmasam boshladik. Bosdim. Yopilmadi, boshqatdan.
va Maqsud 89. Maqsud ham 89 urdi. 5 olib qo'yishgan. Hamma xulchma, давайте kapotni olib ko'ramiz. Chunki kapot yopish bu ayniqsa mana bu Xonji, ayni men olgan modelim kapot вообще masala. Ya'ni og'ir yopiladi. Yo'q, bog'la yopiladi. Davlat bo'lsa buni ham test qilib ko'ramiz va undan keyin sarishkaga kirib soqolam olaman. Hamma hozir kapotni ochaman. Va endi biz kapotni ochib bo'ldik va birin-ketin yopamiz. Birinchi kim yopadi? No, o'zim mana shu qardoq beraylik. Давайте. Wow, o'rtoqlar, mana 90 urildi. 90. Bu lekin kam o'ylaganimcha. Ha, ancha yaxshi rezultat. To'g'risi aytsam, men o'sha 100 dan oshamadi o'ylagandim. Marhamayli, va endi bo'lmasa, Maqsud Production. Balki buni ham ichiga kirarman. Marhamayli, endi bo'lmasa Maqsud yopadi. 94. 90. Meniki necha 90 chiqadi? 90. Endigina va meniki. Let's go. 1 2 3. Hozir sinab ko'ramiz. Bizda nice try. Ikkinchi urinish. 91. Nega faqat birga oshyapman, dega bar. Demak, o'rtoqlar bunda ham, men nimagadir omad kelib qoldi. Marhamayli, sizlar aytishingiz mumkin, ammo o'zingni mashinadan chetirsa qolsam-deb, da shunaqa. Va endi o'zim keyingi narsaga o'tamiz. Ya'ni uyga kirib soqol olamiz. Bu biz yana kuxnyadamiz va qo'limizda kuxnyada umuman ishlatilmaydigan narsa. Sog'lom odam ishlatmaydigan narsa kuxnyada. Va bu ham bo'lsa soqol oladigan pena. Va bizni endi, masalan, Zafardan soqol bor. Maqsudda ham shu oramizda eng ko'p soqol Maqsud o'zi kerak. Amanda такой нормальный, men hali ham yoshligim yashaman. Baribir menga ham mamlaqa har xil kremli kerak bo'ladi. Mana endi ko'ramiz. Mana bu soqol oladigan narsa juda baland chiqaradi. Masalan, qara, og'zini qara. Mana shuni kim pastroq chiqaradi? Давайте bo'lsa buni ham sanab ko'ramiz. Va давайте bu safar sanab ko'rish Maqsud boshlasin. Chunki Maqsud o'rniga men oxirgi sanab ko'raman. Bo'ldi. Va ketdi, hozir men sinab ko'raman buni. Ketdi. Xo'p, shunda bu 72 bo'ldi. Atigi shu narsa 72 bo'ldi. Bu lekin shu sirli qildi. Bizda hukumatda ozgina-ozginadan qildi. Nahma, lekin shunda 72 bo'ldi va endi ko'ramiz Zafarga qancha ovoz balandlikda qila olar ekanlar. Endi meni galim hozir ko'ramiz 72 dan pastroq bo'ladi deb umid qilaman. 77. 70. Zato choliy raqam. Noda, mayli, 77. Va endi bo'lsa men urinib ko'raman. Teskari showmi? 74. Men 74 chiqdi. Va bu safar demak Maqsud yutdi, chunki men azlatga berilib ketdim. To'g'ri Maqsud? Men yutaman, chunki shu yutgan uchun like bosib qo'yinglar. Antin, bilay, nima qiling? Ha? Yo'q. Sochiga sirarga, yaxshi. Qulomichiga kirib ketdi. Hamma o'rtasida like bosib qo'yinglar va biz endi sal shirli emasak. Voy demasak. Va endi sal shirli emasak bo'lmaydi. Va endi o'rtoqlar navbat o'sha shokoladni yeyishga, chunki biz o'sha juda ko'p narsa yebildik va ana endi sekin desertga o'tsak. Da, chiqadigan odamga sadaqasi ketsa arziydi. Sadaqa. Yo'q. Va endi biz hozir mana bu shokoladni tanlab olamizda, sekin ochib bitta tishlaymiz. Va mana shuni kim pastroq qilsa, o'z o'zidan mana shu hozir yutadi. Va hamma endi o'sha shokoladni tarqatamiz. Sizga? Nega qora shokolad? Hali siz rang ajratasizmi? Ha. Hello nega? Siz qora rangda ovoz pastroq chiqadimi? Shunaqa. Va hammalar endi bo'lsam birinchi o'rin qaramoqda o'zim boshlab beraman. Va eng qiziq o'rtoqlar bu shokolad falgali va falgani o'zini ham baland ovozi bor. Shitirlaydi. Juda shitirlaydi. Va hammalar o'rtoqlar menga omad tiladigan like bosib qo'ysin va bo'lmasam boshlaymiz. Va o'rtoqlar hozir maqsadda stop bosib qo'ydi. Men xuddi shu joydan davom etaman. Agar 88 oshmasa, 88 deymiz. Davay. Benzin. Qancha tarqatib qo'ydim? Chunki bu o'ylagandan ancha qiyinroq ekan. Menga qiyin bo'lgan, bo'lgan qiyin bo'lishi kerak. Hozir buni ko'ramiz. Let's go. Endi meni galim bu safar menda такой qora shokolad, nimaga qora shokolad desanglar, просто o'xshab yo'qman ketdi.
Oo, 92. O'rtoqlarim 92. Manki 95, Zafarga 92 va ana endi Maqsudga qancha chiqargan? Hozir buni ko'ramiz. 90 chiqadi. Nima qilay bo'lmasam ketdik. Bo'ldi. O'rtoqlar 82. Har qilib bu 90 ga otgan. 90 qila olmadi. Battar bo'lsin. Battar oladi. Zato 82 qildi. Xo'sh, o'ylashim uchun shu bilan biz uyda qilib olgan ancha ish qilib bo'ldik. Va endi bo'lsa dayt faqatgina uyda o'qimaslik uchun bosh yo'lga boramiz. Qatki. Masalan, mana bu joyga. Ket, bitta chapichalab o'tamiz. 3 2 1 ketdi. Qarachi o'rtoqlar, bizlar endi bassenga keldik. Chunki yoz issiq, bu issiq payt ko'chada yurib bo'lmaydi. Shuning uchun biz endi mana shu bassenda har xil ovozli chilishani o'lchab olmoqchimiz. Lekin naqalib bassendi bezshum narsa qilishimiz mumkin. Hozir shuni biz sinab ko'ramiz. No, to'g'risini aytsam bu hozir qiyroq bo'ladi. Juda qiyin bo'ladi. Judami? Juda qiyin bo'ladi. Maqsad juda. Men o'ylayman, hozir shunaqangi suv, muzdek ekan, qanaqa qilib bunga o'rganaman bilmayman lekin. Anaqa bu. Bogatirya. Maqsud bo'lib qoldi. Maqsud turishni albatta like bosib qo'yinglar. Va o'tirildi. Men suzishdan qo'rqaman. Bani nima sakrayman? Sovuqligi. Va ana endi bo'lmasam yana challenge-ga qaytsak bo'ladi. Va qarang, Zafar aka va Maqsud qaranglar. Hozir birinchi bo'lib suvga sakraymiz. Va qani ko'ramiz, kim pastroq suvga sakray olar ekan. Lekin, ya'ni pastroq ovoz chiqarib. Qarchi suvga sho'ng'ish kerak. Bir kim sakraydi suvga? Davayman. Va undan keyin Maqsud va Maqsuddan keyin men sakrayman. Davaychi bo'lmasa. Va o'rtoqlar biz mana shu kemani ustidan sakraymiz. Va aytgancha, biz bu safar ovoz balaligini nafaqat Muhammadda sollarda yoki boshqa narsalarda, balkim sizlarga davaychi programmani o'zini ham ko'rsatib boraman. Ya'ni ovoz o'lchagish programmani. U mana shu bu yonda yoki bu yonda bo'ladi. Va davaychi, endi bo'lmasam birinchi kim sakraydi? Brat, men birinchi sakrayman degandilar. Degandi, lekin Va o'rtoqlar birinchi bo'lib Zafarga sakrab ko'radilar. Va tayyormansiz bosib boraman. Bo'lmasam bosildi. Oh! 104 o'rtoqlar, 104 bo'ldi. Va ana endi esa Maqsud sakraydi. birinchi mana vesib yengil, shunga man yengil tutib, ular og'ir takoy bo'lib tushadi. Va endi sakrash navbati Maqsudga. Davaychi. Tayyormisan? Tayyorman. Oh, bu ham rovna 104 chiqdi. Rovna 104 chiqdi bu ham. Qanaqa sakrasa 104 dan kam chiqadi? Va endi men sakrayman. Men sakrab aytdim, ataylar kimdir shum chiqarsa, men Sardor sen aytasan. Va men sakrayman. Endi bos. Va 105. Da. o'rtoqlar sakrashda faqat meniki baland chiqdi va men 105 bo'ldi. Aka-ukaniki ham, Maqsudniki ham lekin 104. No, ozgina alam qiladigan yo'q, lekin hamaylar. Hali yana basenda juda ko'p challengelar bor. Bu qolganlarda omadim keladi deb o'ylayman. Va ana endi o'rtoqlar Sardor ham suvga tashidi. Qancha qo'yib ketganini qaranglar mana. Lekin Sardor suvga sakragan videosini men Telegram kanalimga qo'yaman, chunki bu challenge Sardor qatnashadi. No, lekin bitta fakt uchun aytaman. Men 4 yil suzishga borganman. Hozir sizlarnikidan ancha past chiqarishga harakat qilaman. Sardorning suvga kala tashlagan videosini men boya aytib o'tganimdek Telegram kanalimga tashladim. O'tib ko'rishingiz mumkin. Va endi biz ham davom etamiz. Va ana endi o'rtoqlar bizni ana endi sanab ko'rgan narsamiz bu davaychi suzishimizni sanab ko'ramiz. Ya'ni suvda xuddi tabiiy suv bilan suzib, pastroq ovozda tabiiy suzish, ya'ni suv tegdi emas, suvning ustida pastroq ovozda suzish bo'ladi. Va men oxirgi suzaman va bizni 1 2 3 4 aylanib mana shu yoqqa tashlamiz. O'sha chiqamiz uchun va birinchi bo'lib Maqsud suzib beradi. Maqsud davay. Suvga tushib. 1 2 3 ket. Va 82 va ana endi Zafarga suzadilar. 3 2 1 ketdi. Okey, stop va 66.
Lekin buni siz sizsa bo'ladimi yo'qmi bilmayman lekin. Hamma hisoblaymiz va men sizni ko'raman. Lekin hozir safar ketib ketdi. 66 bu juda past. 75 dedi, takoy 10 plus minus bilan de. Va endi mana suvga tushaman. Va 70 80 surqash. Buni hamma o'rtoqlar cho'tda suv deb men omadim kelmayapti. Lekin bunga qaramasdan hozir shuni sochmaylar. Hozir bunda kim o'tdi? Zafar aka. Zafar production. Va hammalar endi bo'lsam, bilasizmi nima qilamiz? Suvda ko'pda o'ynaymiz. O'rtoqlar hozir biz уже yana o'ynaymiz. Yana nima qilish mumkin suvda edi? Masalan, bizda shar bor, lekin bu sharda qanaqa bir ovoz chiqarish bilmaymiz. Masalan, tabiiy o'ynaganda shar urish mumkin, lekin kim ovoz chiqarsa, endi kimdir mana qilsak urib qo'yish mumkin-da. Shuning uchun ham bunaqa qolamaymiz. Ya'ni menimcha endi просто sal kechroq bo'lgan ofisga borib, endi qolgan challenge o'yishda davom ettiramiz va ungacha basada maza qilib dam olamiz. Lekin undan oldin men bitta lifehack sinab ko'rishim kerak. Chunki men har doim shu lifehack miyamdan ketmaydi. Ya'ni sharni pastga qo'yib yuboradi, deb o'chib ketadi. Shu rostdan bo'ladimi yoki anaqami? Internetda shop ko'rsatganmi? Mif bo'lsa kerak menimcha. Bo'lmasa hozir sinab ko'ramiz. Va albatta o'tirsa like bosib qo'ying va hozir ko'ptoni bosamiz va Suvdan ko'ra menimcha koptok bilan sakrasa balandroq chiqadi. Yo, unaqa sakramaydi. Mana endi navbat, men hozir boyagi lifehackni to'g'ri qilishni o'rgataman. Nu o'xshasa o'xshar, bo'lmasam yo'q. Daychi, va ana endi ikkinchi urinishimiz. Baribir shunaqa bo'ldi. Xullas buni o'xshatish qiyin ekan. Agar o'xshatadiganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qolinglar. Va ana endi vaqt o'tkazish uchun men Zafar aka, Omon aka va Maqsud dam olamiz. va biz bolalar bilan qorong'i tushgungacha mazza qilib ko'pda o'ynadik va keyin esa ofisga bordik. Baf o'rtoqlar, уже kech tushganda biz ofisga keldik. Va xushvaqt stop, shoshmanglar, hamma kirsin. Давайте. Mana shu eshigi ham o'lchaymiz. Ya'ni bizlar eshikda ham anaqa bor, masalan. Sekin yopib qo'yish bor, mana qattiq yopish bor. To'g'rimi? Da. Давайте mana shuni kim sekor yopishini ham ko'ramiz, ha? Давайте. Bo'lmasa hozir tez o'sha programma ochamiz. Nu hamma bo'lmasa endi eshikni ovozini o'lchaymiz va birinchi bo'lib Zafar aka qiladilar. Qani? 1 2 3 davay. Sakson. Bilmadim, men yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Yana qolganlar hozir sinab ko'ramiz. Va hamma ana endi esa Maqsud sinab ko'rsin. Maqsuddan keyin men. Menda hozir bir 70 chiqsa kerak deb o'ylayman. Hamma ana endi bo'lsa shuni tekshirib ko'ramiz. Hozir Maqsud tigani qani? Va Maqsudniki 83 bo'ldi. Qani 80midi? Sizniki 80 midi? Ha, bo'ldi. Hozircha siz aytasiz. Va ana endi men pismoli qilib ko'raman. Chunki bilsanglar men o'zi akkuratniy odamman. Albatta like bosib qo'yinglar va bo'lmasam ketdi qani. Ketdi 1 2 3. Voy, shundoq qarayotdi. 82 bo'ldi, keyin ketdi. Davom oldi. Yo'q, o'rtoqlar, menda zo'r ketyapti. Zo'r ketadi. Men просто oxirida buni bo'lib qoldi-da. Beli bo'lmasa 78 ga ketyapti, lekin menda hozir 99. Men Ben birinchi marta yutdim. Hamma o'rtoqlar, nimagadir eshik menga omadsiz keldi. Давайте, men bitta o'tirib olamiz-da biz. Xo'sh, shoshmanglar. Menimcha ozgina qorong'ishdi. Da, biz shuncha so'zli va boshqa narsa qildik, ana endi to'shni nima deb ko'rishimiz kerak. Va ana endi bizda MMDMS'mizmi? MMDMS, mana bizda 3 ta MMDMS bor, uchalamizga ham. Va biza qaranglar. Ko'pincha MMDMS endi idishdan yeyishadi, lekin bizi mana bu ustiga solib, keyin yeyishimiz kerak. Tipo tashlayotgan paytda kimni pastroq olish. Tushundingizmi mana? Давайте, bo'lmasam bir boshdan endi boshlaymiz. Qani kim pastroq mana shu bokalga MMDMS solib, keyinchidan olib yurgan. Bir churki boshqa beradi. Siz. Davaysiz. Yo'q. Siz. Davay do'zimiz ko'ramiz. Davay siz. Don ziki. Don ziki. Don ziki. Bo'ldi. Maqsud Shayxzoda. Va birinchi o'rin Maqsud boshlab beradi. Bo'ldi. Bo'lmasam ana endi ketdi. O'z bo'lganimiz.
108 o'rtoqlar 108 bo'lib ketdi. Manimcha bu eng baland ovoz chiqqan narsa. Manimcha men yutib ko'rdim. Yo'q, hammalar endi bo'lmasa mani keladimi? Xo'sh, endi bo'lmasa o'rtoqlar meni navbatim. Va endi bo'lmasa ketdi. Mani keyin tekshirib ko'ramiz. Bab 97. Qadr qilib bo'lsa ham amallardan. Короче, o'rtoqlar mana ichida va 97 bo'ldi va ana endi zafarga harakat qilaveramiz. Tayyor bo'lsanglar, unda biz sekin boshlaymiz. Yaxshi o'ylagandim, lekin ochayotganda. Menga 97 edi. Yo'q, 80 emasmidi? Yo'q. No qamayli, no bo'lmasam, no shoshmaydi. Shoshmang, xuddi shu mana qilib ko'ring-chi. No, Maqsud omadsiz degan like bosdim. Stop. Давайте tutmaydi, mana qilamiz. Ya'ni biz bo'yi suvga sakraydi, to'g'rimi? Давайте endi turgan joyda sakraymiz. Ya'ni telefon mashta bo'ladi, kim sakramasan qarang. Mana sakrash mumkin. Mana sakrab qo'yish mumkin. Qani kim sakrar ekan, ha? Давайте buni ham sanab ko'ramiz. Ras bugun biz ovoz bilan bog'lashib o'tgan ekanmiz, buni ham sanab ko'rishimiz kerak. Chunki, do'ppillab yoki qarsilab yuradigan odamlar ko'p. Va oramizdan ko'ramiz, kim besini qayroq yurishini hozir. Ya'ni sakrash ham, elastishni yurishga bog'liq. Va kelishib olishimiz kerak. Men qilgan yoki Zafar aka qilgan narsani boshqalar qilmaydi. Hop, no'qda hamayli, давайте birinchi demak Maqsud sakraydi. Davay, men tushib turaman. Yerga qo'y. Oyoq kiyimga chotdi. No hamayli, давайте, oyoq kiyimga ishdi. Tayyormisan Maqsud? Bo'lmasa 3 2 1. 82. Hamayli, ana men sakrayman. No, isbot men oyoq kiyimim tegib turibdi. Shuning uchun ham baland ishlashi mumkin. No, hamayli, lekin Maqsudga o'zini takrorlashim kerak emas. No, sekin sakrash qilaman. Tayyormisiz? 1 2 3. 78. Vaqt necha qiladi? 82. Ha, bo'ldi. 78. Oyoq kiyim. O'rtoqlar, aytaman-ku, bu yerda oyoq kiyim kimdan degas, bu yerda anaqa elastishni ilka bog'liq. To'xtanglar, menda ham Kimdan narsa? Zafarga harakat qilyaptilar. Bo'ldim, bosdingmi? Da. 3 2 1 ketdi. Bo'ldi. 80 va kislardan mana bu narsa tushib ketdi. Chirazda chiqargandim. 80 va demak o'rtoqlar sakrashda men yutdim. Va давайте, stop. Va xuddi shu paytda. Давайте ani zotga ishonishni tekshirib ko'ramiz. O, zo'r ekan. Va ana o'zim zochkalar bitta bola olasizlar pochkalarini. Mana endi tapda hozir buni ochib chaynaymiz va zochkani faqatgina chaynamaymiz. Ya'ni chaynab, fokusga chiqarib yoramiz. Tushunsan? Puq bo'ladi-yu. Ya'ni o'shani kim pastroq chiqarish. Lekin baland kattaligi qanchalik ahamiyatsiz, to'g'rimi? Yorish kerak-da, ishirib, to'g'rimi? Ha, lekin shar bo'lish kerak. Ha, bo'ldi, shar bo'lish kerak, tushundim. Davayt, bo'lmasa ana zochkani ochib chaynab olamiz. Nihol bo'lsa birinchi o'zim boshlayman va hop. Yetmish meniki ishda shunaqangi sekin portladiki, uchun men просто geniy bo'lishim kerak edi. Давайте, bo'lmasa ana Zavar akan zochkani bor. Shani men to'ylar. Studiya jimlik. Briziki.
Va mana 102 deb hisoblaymiz. Va ana endi bo'lsa maqsudnikini eshitib ko'ramiz. Men shar ichirish bo'yicha chempionman. Sharmas-ku bu. Shu pufaytda ham bunaqasini zvochka bo'yicha. Va ana endi bo'lsa maqsud navbati. Hop. Shar portlash kerak. Portladi, bu yoqdan portladi. Nasardan portladi. Bo'lmasa 73. Lekin men portlaganini ko'rmadim. Agar siz Yo'q, dada, kamera tushdimi, ko'rdingizmi o'n tomonda? o'rtaga ko'rib turganidek, maqsud menga arang yetib oldi. Buni dirrangni bo'lmaydi, bir yetib olishdi bo'ladi. Va ana endi bo'lsa ham keyingi narsani qilib ko'ramiz. Va bu nima bo'lishi mumkin? Maqsad bo'ladi endi. Va lekin shu payt qo'limizda gugurta paydo bo'ldi. Balkim просто gugurta qilib ko'ramiz. Nahot ana endi bo'lsa o'rtaga gugurta qilib ko'ramiz. Davayt. Gugurta birinchi bo'lib o'zim yoqaman. Va biz o'rtaga gugurta o'qishi o'zi ham har xil ovoz chiqaradi-yu. Mashina sizga yoqish ham bu madaniyatli odam ishida. Kimdir mamlakat qilib yoqadi, kimdir mamlakat qilib yoqadi, kimdir mamlakat qilib yoqadi. Kimdir o'zi jajgalka yoqadi. Bu hamma o'rtalarini birinchi o'zim boshlab beraman. 3 2 mi? Va 81 chiqdi. Va ana endi Zafar aka navbatlari. Yes, sog' bo'ling. Va men 81 chiqqandi va Zafar akada qanaqa chiqar ekan? Ketdimi? Oo! 79. 79. Mamamni bilan yoqsa, mamamni cheti bilan yoqdi bunaqasiga. Va o'rtoqlar Zafar aka 79 chiqdi. Ko'rib turganinglar-da. Va ana endi mana bu Mana avata. mana shu maniakka bo'ldi, shu strida mana shu hozir bir nimadir qiladi hozir qarang. Nimadir o'ylaydi. Faqat oyoq kiyim yechib bo'lmadi. Va hamma ana endi Maqsudjon o'z sanab ko'radi. Va hozircha men 81, Zafar aka 79. Endi hozir Maqsudda qancha chiqishini ko'ramiz. Sakson olti. Sizlar ketib qoldi. Yaxshi chiqyapti lekin. Va o'rtoqlar, men uchun shu bilan biz cho'm oldik. Har xil ishlarni qilish, har xil ovozda va bu juda o'ylaganimdan ko'ra qiyinroq ekan. Da, oson emas ekan. Ayniqsa, baribir tan olmaysizlarmi? Eng qiyinlari basseynda bo'ldi. Chunki basseynda bunday yursang suv pilish. Yeah. Ana endi davayt odamlar o'zi kommentariyada bu challenjni kim yutadi desak bo'ladi. Ya'ni kim ovozni pastroq chiqarib, harakat qila olar ekan. Davayt kommentariyada sizlar yozib qoldiringlar. Va bu videoda Zafar akam, Maqsud Production va men qatnashdim. Omon xon. Va keyingi videoda ko'rishguncha chao. Albatta like bosib qo'ying.